Birinchi qismida hammasi tugagan deb o'ylagan edim, lekin aslo yo'q, adashibman. Kompas bu sirlarni ochadigan vaqt mashinasi. Birinchi qismida hammasi tugagan deb o'ylagandim, lekin qasos tugamadi. Oyi, men qarab tura olmayman. Qo'limda axir o'tmishimga qaytaradigan kompas bor. Dushmanlarim uchun qasos olishim kerak. Men endi ortga yo'l yo'q. Men umuman chekinmayman. Yo'q, asl. Baribir senga ishonaman. Odamlar senga ishonishmaydi, ammo sen ularga keraksan. Shunday ekan davom etamiz. Men kompasman. Men vaqt mashinasiman. Bir marta sindirmoqchi bo'ldinglar. Ammo kelajak, o'tmish hammasi mening qo'limda. Jack, tashqari san bilan bir ikkita ishla bu. Aloqada bo'lib tur. Do'stim yoqqa borma. Xavotirdan. Yoqqa borma. Lekin xo'p, mayli. Boraman, lekin bormasam, menda kompas bor, shuncha variantlar bor. Vaqt orqaga qaytish variantlari bor. Men uni qo'ldan boy bermasligim kerak. Oilam uchun qasosimni olaman. O'zim hal qilaman. Davay. Machete, kompas haqida tanishib chiqdingmi? Men hali o'qib chiqishim kerak. Uncha qonun qoidalarini bilmadim-ku, lekin Jack, Hasanga men yordaming kerak. Bir ikkita qoidalarni yodlab chiqishim kerak. Qara Machete, soat 15:00. Menda ham kompas ham bor. Menda ham farshetkasi ham bor. Qara, vaqtni orqaga qaytaraman, faqat ehtiyot bo'lib, aql-yaqinga qarab yurasan. degan umiddaman. Ehtiyot choralarini ko'p ko'rishingni so'rayman, Machete. Ehtiyot bo'l. Men hozir uyga kelyapman, Jack. Kompasing yoningdami? Kompas uyda qolib ketgan. Jin ursa, Machete. Men vaqtni qaytardim, orqangga qara. Favqulodda holat, Machete. 24 ga qisqartirdim va 1 soniya yo'q, 1 soat yo'q, 2 soniya yo'q. Ehtiyot choralarini ko'rib qo'yishingni so'rayman. Joyini qimlaman.